Bu Soliha qiz yana kelibdi-da, Soliha qiz. Bu qizchani ismi nima? Imona. Sog'. Qanday? Ismi nima bo'ladi? Zuhriddin. Malades, malades. Imona nechiga kirding qizim? Ko'rga. Malades. Bu Soliha sen olib keldingmi yana? Sen olib keldingmi yana? Malades. Soliha qizimiz 1-sinfga chiqadi, ha, bu yil. Ashtabod 50-maktabda o'qiydi, ha? Malades, malades. Ana bizda jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizga ana hozircha eng kichkinasi mana shu bo'ldi-yu. Ko'l yosh, ha? Gap yo'q. Ehsonlik olib kelibdi, duo qilib qo'yasizlar. Ana. Shuncha pul yig'dingmi? Uncha ko'p. Malades. Gap yo'q, shoir opamchi. Shoir opam ber. Malades. Mana shu yigitimizga ham duo qilib qo'ying shoir opa. To'xtang. Yana bitta nima bor edi-da. Hozir shunday o'qib o'ray. Samarqanddan bir o'zi bemor opamiz bor edi. Muhabbat opamiz bor-da, Navoiydan haq berdi. Muhabbat haq berdi qizi. Shu opamizdan ham duo qilib qo'yasiz ekan. Onkologik sal bemorligi bor ekan hozir. Shu bemor bo'lishiga qaramasdan 100 ming so'm mana shu jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizga ehsonlik qildi. Xalqimiz o'sha Muhabbat opamizni ham duo qilib qo'yingsizlar. Men ham umralarga, hajlarga borayin, bolalarimning orzu havosini ko'rayin deb niyat qilib 100 ming so'm bizga ehsonlik qildi. Mana shu bolajonlarimizni ham qo'shib duo qilib qo'yingsizlar. Bitta duo qiling. Allohu akbar. O'rtoqlar, bizga mana shu shoir opamizga ehson qilayotganlardan barchasidan Alloh rozi bo'lsin. Mana tushgan pullaringiz mana hozir ham mana 931 ming so'm tushdi. Bugun mana shu ustalarimizni haqqiga berib yuboramiz. Bundan ham endi yetmaydi, va tushganini beryapmiz. Borlaringizga ham shukr. Rahmat hammaga. Charchamaysizlar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Rahmat hammaga. Shifosini bersin, avval Xudoga shukr. Malades.